Challenge boshlashga boshladim va 4-kunidan keyin to'xtatib qo'ydim. Sababi oxirgi 2 kun ichida juda ham xafa holatda edim. Shu vaqtgacha hayotimdagi o'ta xavfli vaziyatlarni hech qachon Instagramga olib chiqmaganman, bundan keyin ham olib chiqmaslikka harakat qilaman. Chunki har bitta oilani o'ziga yarasha muammolari bo'ladi. Bekam ko'st yashilgan oilani o'zi yo'q. Kelinglar, bugun sizlar bilan inson asliyati haqida gaplashamiz. Shu yoshimgacha har xil insonlarni ko'rdimki, ba'zilariga qarab turib ichida kim yoki nima borligiga juda ham qiziqaman. Bunaqa insonlarni o'zini tutishi, xatti-harakatlaridan xuddiki inson toifasidagi biror bir maxluqqa o'xshatasiz. Yo Rabbim, sandan yaralganlar sani tanimasdan shu darajada vahshiylikka boradimi deb o'ylab qolasiz. Ishonasizmi, 2 kun avval shunaqa yomon vaziyatga tushdimki, alamdan ko'z yoshlarimni tiyib tura olmadim. Shu qatorda men ham farishta emasman. To'g'ri, o'zimga yarasha xatti-harakatlarim va qilgan noto'g'ri ishlarim bor. Lekin o'zimni o'zgartirishga harakat qilganim sari bilasizmi, ichimda qanaqa ovoz yangraydi. To'g'ri, nafratlangan insonlaring tomon qadam tashlash oson emas, lekin sen bu ishni o'zing uchun qilmayapsan. Jahl ustida qasddan harakat qilib, ulardan alam olmoqchi bo'lganing bilan Robbim oldida aybdorlik vazifalaring 2 hissaga ortadi. Shundan boshqa hech narsaga erisha olmaysan degan fikrlar bilan xuddi hech narsa bo'lmagandek yoqtirmagan insonlarim tarafga yana qadam tashlab ko'raman. Lekin foydasi yo'q. Ishonasizmi, inson toifasidagi maxluqlar sizni noqulay vaziyatga tushirib, ustingizdan qahqaha otib kulishdan boshqasiga yaramaydi. Bu go'r tuzatadi degan gaplar bejizga aytilmagan ekan. Balki bunaqa insonlar bilan boshqa yuzlashmaganim va bunaqa insonlarga yaqin yo'lamaganim yaxshiroqdir. Barakali ayol bo'lish uchun challenge da qatnashmoqchi bo'lsangiz, описаниeni o'qib, yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'ying.